qadrdonlarim, men Arlandoni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa krasavchik bo'lib turibdi. Assal, zo'r gap yo'q lekin foydalanib qolinglar, arzon qo'yyapman. Men juda ko'p joylarni ko'rdim, narxlarni solishtirdim. 10.900 ga beraveramiz, eng asosiysi buni sifatida. Keyin ko'p aka-ukalarimiz bilishadi, 3 qatorli avtomobilga talab katta. Buni so'ragan edinglar. SNG davlatlarida Rossiyaga juda ko'p akalarimiz qatnashadi. Moshlarning qadrini bilganlar biladi. Balonlarimizdan qaranglar, holatini zo'r bo'lib turibdi. Mana. Hozir bir sida ichini ko'rsataman, kraskalar top-toza ekan, faruqlari ham mana. Bemalol ochiq ko'rsataman. Baquvvat matrichli salon 117 ming yurgan ekan. Probegi ham zo'r, salonlari ham zo'r. Mana ko'rib mazza qilinglar, sekin mana videoni o'tkazayapman, shtob yaxshilab ko'rishingiz uchun. Lyuklari bor, 3-chi ikkinchi pozitsiyasi ham bor, lyuki bo'lmaydi. Avtomat korobkamiz bu. Bozor chaqqon mashina. Juda ko'pchilik xohlaydi, mana katta oilalar, biz o'zbeklarimiz mana bola chaqalarni ortib, xohlagan joyligi boraversa, Turkiyagami, Yevropagami, Sparklarda ham borishyapti, Arlandoda maza qilib yurasizlar, xarajati yo'q, olasizlar, minasizlar. Lekin tiniq ekan. Asosiysi narxida 10.900 ga tez baraka qilaveradigan joyi, foydalanib qolinglar. Bunaqasini topishida ham qo'yib, faralari ham, ko'zlari ham yonib turibdi. Mana o'sha qiziqib turibdilar, qo'shnimiz sekin qaryaptilar. Qani, siz ham tez baraka qilsangiz bo'ladi. 10.900 ga 2017-yil 117 yurgan top toza paroklar qo'yilgan avtomobilingizni holati zo'r.